Bismillahirrohmanirrohim. Sendan o'ljalar haqida so'rarlar. Sen, o'ljalar Alloh va Rasulnikidir. Bas Allohga taqvo qilinglar va o'z oralaringizni isloh etinglar. Agar mo'min bo'lsangiz, Allohga va uning rasuliga itoat qilinglar deb ayt. Albatta, Alloh zikr qilinsa, qalblari larzaga keladigan, ularga oyatlari tilovat etilsa, iymonlarini ziyoda qiladigan va Robbilariga tavakkul qiladiganlargina mo'minlardir. Ular namozni to'kis ado etadiganlar va biz rizq qilib bergan narsalardan nafaqa qiladiganlardir. Ana o'shalar haqiqiy mo'minlardir. Ularga Robblari huzurida darajalar, mag'firat va karamli rizq bor. Albatta, bu holat mo'minlardan bir guruhi yoqtirmagan bo'lsalar ham, Robbing seni haq ila uyingdan chiqarganiga o'xshaydi. Xuddi o'zlari ko'rib turgan hollarida o'limga haydalayotgandek, haq ayon bo'lganidan keyin ham sen bilan tortishadirlar. O'shanda Alloh sizga ikki toifadan biri albatta sizniki bo'lishini va'da qilar edi. Shavkati yo'g'i sizlarniki bo'lishini istar edingiz. Alloh esa o'z kalimalari ila haqni haq qilishni va kofirlarning ketini qirqishni iroda qilgan edi. Haqni haq, botilni botil qilish uchun, garchi jinoyatchilar yoqtirmasalar ham. O'shanda Robbingizdan yordam so'rar ekansiz, u albatta men sizlarga ketma-ket keladigan 1000ta farishta ila madad beruvchiman deya ijobat qildi. Alloh buni sizga xushxabar va u bilan qalblaringiz xotirjam bo'lishi uchungina qildi. Nusrat esa faqat Allohning huzuridadir. Albatta, Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. O'shanda u sizni o'zidan omonlik qilib, mudroq ila o'ragan edi va sizni poklash, sizdan shaytonning vasvasasini ketkazish hamda qalblaringizni bog'lash va qadamlaringizni sobit qilish uchun ustingizga osmondan suv tushirgan edi. O'shanda Robbingiz farishtalarga, men albatta siz bilanman, bas siz iymon keltirganlarni sobit qiling, tezda kufr keltirganlarning qalblariga qo'rqinch solaman. Bas bo'yinlar ustidan zarba beringlar va hamma barmoqlariga zarba beringlar deya vahiy qilgan edi. Bu ularning Allohga va uning rasuliga qarshi turganlari uchundir. Kim Allohga va uning rasuliga qarshi tursa, bas albatta Alloh iqobi shiddatlidir. Ana shu, bas uni totinglar. Albatta olov azobi kofirlargadir. Ey iymon keltirganlar, kufr keltirganlarga yaqinlashib, yuzma-yuz kelsangiz, orqaga qarab qochmang. Kimki o'sha kunda orqaga qarab qochsa, jang uchun chetga chiqqan yoki biror jamoaga qo'shilmoqchi bo'lgan bundan mustasno, bas batahqiq Allohning g'azabiga qolibdi. Uning joyi jahannamdir, u qanday ham yomon joy. Ularni siz o'ldirmadingiz, balki Alloh o'ldirdi. Otgan paytingda sen otmading, balki Alloh otdi va mo'minlarni go'zal sinov ila sinash uchun shunday qildi. Albatta, Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Ana o'sha, bu Alloh albatta kofirlarning hiylasini kuchsizlantiruvchi bo'lganidandir. Agar orani ochishni so'ragan bo'lsangiz, bas
batahqiq sizga orani ochish keldi. Agar to'xtasangiz, bu o'zingiz uchun yaxshidir. Agar qaytsangiz, biz ham qaytamiz. Guruhingiz qanchalik ko'p bo'lsa ham, hech bir hojatingizni chiqara olmas. Albatta, Alloh mo'minlar bilan birgadir. Ey iymon keltirganlar, Allohga va uning rasuliga itoat qilingiz va eshitib turib, undan yuz o'girib ketmangiz. Va o'zlari eshitmasalar ham eshitdik deganlar kabi bo'lmangiz. Allohning huzurida jonzotlarning eng yomoni albatta karu saqov bo'lib, aql yuritmaydiganlardir. Agar Alloh ularda biror yaxshilikni bilganida albatta eshittirar edi va agar ularga eshittirsa ham albatta yuz o'girib ortga qarab ketar edilar. Ey iymon keltirganlar, sizga hayot beradigan narsaga chaqirganlarida Alloh va rasuliga ijobat eting va bilingki, albatta Alloh kishi bilan uning qalbi orasini to'sib turur va albatta uning huzuridagina to'planursiz. Va sizlardan faqat zulm qilganlargagina yetmaydigan fitnadan saqlaning va bilingki, albatta Alloh iqobi shiddatlidir. Eslang, bir vaqtlar yer yuzida ozchilik bo'lib, xo'rlangan holda odamlar sizni tutib olishidan qo'rqib yurar edingiz. Bas, u zot sizga boshpana berdi, sizni o'z nusrati ila qo'lladi va pok narsalardan rizqlantirdi. Shoyatki shukr qilsangiz. Ey iymon keltirganlar, bilib turib, Allohga, Rasulga xiyonat qilmang va omonatlaringizga xiyonat qilmang. Va bilingki, mollaringiz va farzandlaringiz fitnadan o'zga narsa emas va albatta Allohning huzurida ulug' ajr bordir. Ey iymon keltirganlar, agar Allohga taqvo qilsangiz, sizga furqon qilib beradi, yomonliklaringizni o'chiradi va sizni mag'firat qiladi. Alloh buyuk fazl egasidir. Kufr keltirganlar seni qamash, o'ldirish yoki chiqarib yuborish uchun makr qilganlarini esla. Ular makr qildilar va Alloh ham makr qildi. Alloh makr qiluvchilarning zo'ridir. Ularga oyatlarimiz tilovat qilinsa, batahqiq eshitdik. Agar xohlasak bunga o'xshashni o'zimiz ham aytamiz. Bu avvalgilarning afsonasidan o'zga narsa emas, deydilar. Allohim, agar mana shu sening huzuringdan kelgan haq bo'lsa, ustimizga osmondan tosh yog'dirgin yoki bizga alamli azob yuborgin deganlarini esla. Modomiki sen ularning ichida ekansan, Alloh ularni azoblamas. Modomiki ular istig'for aytar ekanlar, Alloh ularni azoblovchi emas. Ularga nima bo'ldiki, ular Masjidil Haromdan to'ssalar ham va uning valilari bo'lmasalar ham Alloh ularni azoblamas ekan. Uning valilari faqatgina taqvodorlardir. Lekin ko'plari bilmaslar. Baytning oldidagi namozlari xushtak va qarsak chalish edi xolos. Bas, kufr keltirganingiz tufayli azobni totib ko'ring. Albatta, kufr keltirganlar mollarini Allohning yo'lidan to'sish uchun sarflarlar. Bas ularni sarflaydilar u so'ngra o'zlariga hasrat bo'ladir. So'ngra mag'lub bo'lurlar. Kufr keltirganlar jahannamga to'planurlar. Alloh pokdan nopokni ajratish uchun va nopokning hammasini bir-birining ustiga taxlab, bir uyum qilib jahannamga tashlashi uchun
ana o'shalar ziyon ko'ruvchilardir. Kufr keltirganlarga ayt, agar to'xtasalar, o'tgan narsalar mag'firat qilinur va agar qaytadigan bo'lsalar, bas batahqiq avvalgilarning sunnati o'tgan va ular bilan to fitna bo'lmagunicha va dinning hammasi Allohga bo'lgunicha urush qiling. Agar to'xtasalar, bas Alloh albatta qilayotgan amallarini ko'rib turuvchidir. Agar yuz o'girsalar, bas bilingki, albatta Alloh hojangizdir. U qanday yaxshi hoja va qanday yaxshi nusrat beruvchi. Va agar Allohga Furqon kuni, ikki jamoa to'qnashgan kuni bandamizga nozil qilgan narsamizga iymon keltirgan bo'lsangiz, bilingki, o'ljaga olgan narsangizdan 5dan biri Allohga, Rasuliga, qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga va yo'qsil yo'lchigadir. Va Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. O'shanda sizlar vodiyning yaqin tarafida, ular esa chekka joyida, karvon esa sizdan pastda edi. Agar va'dalashib olganingizda ham kelishilgan joy va vaqtda xilof qilardingiz. Lekin Alloh qilinishi kerak bo'lgan ishni hal etishi uchun halok bo'ladigan odam ochiq oydin hujjat bilan halok bo'lishi, yashaydigan odam ochiq oydin hujjat bilan yashashi uchun to'qnashdingiz. Va albatta Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. O'shanda Alloh tushingda senga ularni ozaytirib ko'rsatdi. Agar senga ularni ko'paytirib ko'rsatganida tushkunlikka uchrar edingizlar va bu ishda oralaringizda nizo chiqar edi. Lekin Alloh saqladi. Albatta, u ko'kslardagi narsalarni ham o'ta biluvchidir. O'shanda to'qnashganingizda Alloh qilinishi kerak bo'lgan ishni hal etish uchun ularni sizning ko'zingizga ozaytirib ko'rsatdi va sizni ularni ko'ziga ozaytirib ko'rsatdi va ishlar Allohgagina qaytarilur. Ey iymon keltirganlar, biror jamoaga yuzma-yuz kelsangiz, sabotli bo'ling va Allohni ko'p zikr qiling, shoyatki zafar topsangiz. Allohga va uning rasuliga itoat qiling. O'zaro nizolashmangki, u holda tushkunlikka uchraysiz va kuch-quvvatingiz ketadir. Va sabr qiling. Albatta Alloh sabrlilar bilandir. Va diyorlaridan kibri havo bilan odamlar ko'rishlari uchun chiqib, Allohning yo'lidan to'sadiganlarga o'xshamang. Alloh qilayotgan amallarini qamrab oluvchidir. O'shanda shayton ularga amallarini chiroyli ko'rsatdi va bu kunda odamlardan sizga g'olib kela oladigan hech kim yo'q, men sizning homiyingizman, dedi. Ikki jamoa bir-birini ko'rganida esa orqasiga qaytdi va albatta men sizlarga aloqador emasman. Albatta men siz ko'rmayotgan narsani ko'rmoqdaman. Men Allohdan qo'rqaman, dedi. Alloh iqobi shiddatlidir. O'shanda munofiqlar va qalblarida kasallik borlar, mana ularni dini aldab qo'ydi, dedilar. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas albatta Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Farishtalarning kufr keltirganlarning jonini ola turib, yuzlari va ketlariga urib, yonish azobini toting. Bu qo'llaringiz taqdim qilgan narsa tufaylidir. Albatta Alloh bandalariga hech zulm qiluvchi emasdir, deyishlarini ko'rsang edi.
xuddi oli Fir'avn va ulardan oldingilarning qilmishlariga o'xshaydi. Allohning oyatiga kufr keltirdilar. Bas Alloh ularni gunohlari tufayli tutdi. Albatta, Alloh kuchli, iqobi shiddatlidir. Bu Alloh bir qavmga o'zi in'om etgan ne'matini toki ular o'zlaridagi narsani o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi bo'lmasligi va Alloh o'ta eshituvchi va o'ta biluvchi bo'lganidandir. Xuddi oli Fir'avn va ulardan oldingilarning qilmishiga o'xshab, Robbilarining oyatlarini yolg'onga chiqardilar. Bas ularni gunohlari tufayli halok qildik va oli Fir'avnni g'arq qildik. Hammalari zolim edilar. Albatta, Allohning huzurida jonzotlarning yomoni kufr keltirganlardir. Bas ular iymon keltirmaslar. Ulardan sen ahd ochganlari so'ngra har safar ahdlarini buzarlar va ular qo'rqmaslar. Agar urushda ulardan zafar qozansang, bas ular bilan ortlaridagilarni sarson qilib qo'y, shoyatki eslatma olsalar. Agar biror qavmning xiyonatidan xavfsiraydigan bo'lsang, ularga teng ahd buzilganini o'rtaga tashla. Albatta, Alloh xoinlarni sevmas. Kufr keltirganlar o'zlarini o'zib ketgan deb o'ylamasinlar. Albatta, ular ojiz qoldiruvchi emaslar. Ular uchun qo'lingizdan kelganicha kuch-quvvat va egarlangan otlarni tayyorlab qo'yingizki, bu bilan Allohning dushmanini, o'z dushmaningizni va ulardan boshqa o'zingiz bilmaydiganlarni qo'rqitasiz. Ularni Alloh biladir. Allohning yo'lida nimani sarf qilsangiz, sizga to'liq qaytarilur, sizga zulm qilinmas. Agar ular tinchlikka moyil bo'lsalar, sen ham o'shanga moyil bo'l va Allohga tavakkul qil. Albatta, u o'zi o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Agar seni aldashni iroda qilsalar, bas senga Alloh yetarlidir. U seni o'z nusrati va mo'minlar bilan qo'llagan zotdir. Hamda ularning qalblarini birlashtirgandir. Agar yer yuzidagi hamma narsani sarf qilsang ham, ularning qalblarini birlashtira olmas eding. Lekin Alloh ularni birlashtirdi. Albatta, u o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Ey Nabiy, senga va senga ergashgan mo'minlarga Alloh yetarlidir. Ey Nabiy, mo'minlarni jangga chorla. Agar sizdan 20 ta sabrli bo'lsa, 200 tani yengadir. Agar sizdan 100 ta bo'lsa, kufr keltirganlardan 1000 tasini yengadir. Bu ular tushunmaydigan qavm bo'lganlaridandir. Endi Alloh sizlardan yengillashtirdi. Sizlarda ojizlik borligini bildi. Bas agar sizdan 100 ta sabrli bo'lsa, 200 tani yengadi. Agar sizdan 1000 ta bo'lsa, Allohning izni ila 2000 tani yengadi. Alloh sabrlilar bilandir. Nabiy uchun yer yuzida zabardast bo'lmagunicha asrlari bo'lishi to'g'ri emas edi. Sizlar dunyoning o'tkinchi narsasini iroda qilasizlar. Alloh esa oxiratni iroda qiladir. Va Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Agar Allohning oldindan yozgani bo'lmaganida, olgan narsalaringiz tufayli sizga ulkan azob yetar edi. Bas o'ljaga olgan narsalaringizdan halol pok holda yenglar. Allohga taqvo qilinglar. Albatta,
Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Ey nabiy, qo'lingizdagi asirlarga agar Alloh qalblaringizdagi yaxshilikni bilsa, sizga o'zingizdan olingan narsadan ko'ra yaxshiroq narsani berur va sizni mag'firat qilur. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir deb ayt. Agar senga xiyonat qilishni istasalar, batahqiq bundan oldin ham Allohga xiyonat qilgan edilar. Bas u ularga qarshi imkon topdi. Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Albatta, iymon keltirgan, hijrat etgan, mollari va jonlari bilan Allohning yo'lida jang qilganlar hamda boshpana berib yordam ko'rsatganlar, ana o'shalar bir-birlariga validirlar. Iymon keltirgan, ammo hijrat qilmaganlarga esa to hijrat qilmagunlaricha siz hech vali bo'la olmassiz. Agar ular sizdan dinda yordam so'rasalar, yordam bermog'ingiz vojib. Faqat siz bilan o'rtalarida ahd-u paymon bor qavm ziddiga emas. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Kufr keltirganlar bir-birlariga validirlar. Agar buni qilmasangiz, yer yuzida fitna va katta buzg'unchilik bo'ladir. Iymon keltirgan, hijrat etgan, Allohning yo'lida jihad qilganlar hamda boshpana berib yordam ko'rsatganlar, ana o'shalar haqiqiy mo'minlardir. Ular uchun mag'firat va karamli rizq bordir. Keyin iymon keltirib hijrat etgan va sizlar bilan jihad qilganlar, bas o'shalar ham sizlardandir. Allohning kitobida qarindoshlar bir-birlariga haqliroqdirlar. Albatta, Alloh har bir narsani o'ta biluvchidir.